Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana bitta chiroyli tushayotgan molxonamizda obzor qilgan kelganmiz. Qo'ldan kelganicha xudo xolasa ma'lumotini berib o'tamiz. Noldan boshlab, ya'ni yerdan to tomgacha ketgan material, sarf xarajat, summani qo'ldan kelganicha usta akamiz o'zlari yoritib beradilar. Xudo xolasa akamiz o'zlari shu yerda noldan ish faoliyatini boshlaganlar. Usta aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Charchamay. Xudo xolasa mana Murid ukamiz keldilar. Mana kichkinagina joyga, 4,5 sotix joyga solingan molxonani obzor qilgani, endi chiroyli qilib qo'ldan kelgancha obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa. Sizlar like deb bosib, obuna bo'lib qo'ysa. obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Xudo xolasa. Sizlardan shu. Xo'p, sizga boshlayamizmi? Xudo xolasa boshlaymiz Muriddan endi. Asosiysi usta aka, mana qarang. Birinchi obunachilar uchun mana shu hozirga turgan enini bir aytib bering. Mana hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa bu boshidan bu boshgacha bo'lgan uzunligini ustaga qancha bo'lgan? Uzunligi 16 metr Murid. 16 metr. 16 metr. Xo'p, bunaqasiga uzunligichi ko'ndalanga tushgan. Ko'ndalanga tushgan molxonamizning uzunligi 21 metr. 21 metrga tushgan. 21 metrga tushgan. Общий turar joylari bilan 4,5 sotikka joylashganda. Joylashgan. Endi u 21 metrdan tashqari odam yashaydigan imoratlar bor. Ularni addini aytib ketamiz oxirida. Bo'ldi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, akamizning mehnatlari uchun bitta like bosib, obuna tugmasini ham bosib qo'ysizlar. Biz qo'ldan kelganicha yoritib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa mana bu tarafdan boshlaymiz ustaga. Xo'p, qani? Boshlaymiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, molxonamizdan. Xo'p, ustaga, bu molxonamiz. Endi molxonamizning umumiy uzunligi qancha? Umumiy uzunligi 5,45. 5,45. 5,45. Xo'p. Balandligi havo yaxshi hid bo'lmasligi uchun 3,30 qildik. Balandroq qilganing. Balandroq qildik. Ha, qo'ldan kelgancha. Qo'ldan kelganicha endi. Yana nimalar? Demoxodlar nechta qilingan kamashidan? 21 metrga. 21 metrga portichkamiz 5 dona qilindi. Portichka. Tomga chiqib ketish, mana shu ko'rsating mana shu portichka nima demoxod. Dakansa shipirdan chiqib ketadi bu. Dakansa shipirdan chiqib ketgan. Bu ham 5 dona qo'yilgan. 5 dona, xudo xolasa. Xudo xolasa, baylariga hid bo'lmasligi, nima bo'lmasligi uchun qo'ldan kelganicha qo'ydik. Havo yaxshi aylanish uchun. Bo'ldi, yonboshdan mana 2 ta qo'ydik. Yonboshdan 2 ta. Qo'ldan kelganicha qilishgan, mollarga salqin bo'lish uchun, havo yaxshi aylanib turish uchun qilingan hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Endi Muridni hozir bu tomonni ko'rib, bu tomonda ham hozir ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bu tomonda nimaga portichka yo'q? Savol berish mumkin-da. Savol bo'lishi mumkin, u tomon qo'shni tomon. Xitdi. U tomonga endi baribir qo'shni tomonga bilasiz o'zingiz. Obunachilar ham o'zi juda yaxshi biladi qo'shniga endi. Mana yonboshdan qo'yib qo'yganmiz bunga. Yonboshdan hurmatli obunachilar, qo'ni qo'shnilar endi har xil bo'ladi. Endi evay. Ziyoning tegmasin deydi bir ish qilsan qo'shniga. Xo'p, hozir endi umumiy bitta yo'lagimiz necha metr bo'lgan? Yo'lagimizda eni 120. 120. Endi Muridni mayda mana bundagi 120 mana shu nima? Endi bu yerda O'xirda ham hisob bor. O'xirda ham hisobi bor. Может 1 metr qolar yo'limiz. Может 80 qolar. Endi mana joyimizda uzunligi, eniga qarab turib tushirganmiz bu molxonani. Endi agarcha 1 metr kattaroq bo'lganda, mana bu 120 zo'r yo'l qolardi. Zo'r bo'lardi. Shu o'zi gavdasiga qarab turib, nimasi hisob olinganda, hisob olingan. Yer maydonida umumiy hisob olingan, ikki tarafiga bir xil qilish uchun. Bir xil qilish uchun. Xo'p, primерно masalan 40 sm tushsa, hurmatli obunachilar, o'g'ri, 40 sm bo'lganda 80 sm normalniy yo'l qoladi. Ketadi, hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Xo'p, o'g'irdan keyin devorgacha bo'lganimizchi? O'g'irdan keyingi bo'ladigan yo'limiz hozir 20lar bordir-a? 120 qolyapti. Bundan 230 ni mana shuga g'isht polni bosamiz. Mol tagiga. Molni tagiga. Tag qismiga, ha. Tag qismiga bosamiz. 110 yo'lab qoladi. Mana bu yerda orqa tomon. siydik chiqib ketish. Mana uklollari qilingan, o'rtada chiqib ketadi, hurmatli obunachilar. Siydik chiqib ketishi nimasi bu? Hisob olingan, как положено. Siydik o'rtadan chiqib ketib tashqariga kanalizatsiya qo'yiladi. Kanalizatsiyadan keyin tortib chiqib ketilaveradi. O'tizga rahmat. Hurmatli obunachilar, hammasi aniq va anaqa reja asosida qilingan. O'rtaga olingan uklon. Mana bu yoqqa chiqib ketib, bu yoqda ham baribir asosiy yo'lda kirish yo'llari. Kimgadir jabr yetkazmaslik uchun ikkala tomonda ham o'rtaga uklonni qilishgan. Mana ko'rinyaptimi yo'q, hurmatli obunachilar, mana. Xudo xolasa, ustagamiz mohirlik bilan qilishgan. O'zlaringiz baho berib ketasizlar, akamizning mehnatlari uchun bitta like ham bosib ketasizlar. Ustaga, xo'p, bu yerda asosiy o'lchamlarniki endi mana shu holatga kelguncha bu yerga pishgan ishdan qilindi. O'zingiz ko'rib turibsiz, qancha ish ketdi bu yerga? Endi hozir Muridda ana shu uylar bilan hisoblab 0 bo'lish uchun 48 ming ish ketdi. 48 ming ish. 48 ming ish ketdi.
Hozir pashda g'ishtli jarayonlar tugadi. Tugadi, g'ishtli jarayon tugadi. 48 mingda to'xtadi. To'xtadi. Hurmatli obunachilar, 48 ming g'isht ketgan, pishgan g'isht. Endi hozir asosiy bizga g'isht ketadigan joy tag qismi qoldi-da. Ha, shu Pol qismi. Pol qismi qoldi. Unga ham ko'p ketmasa kerak, primерно. Men shunda 2000 dan 4000 mo'ljallab turibman. Taxmin qilib turibsiz. 2000 dan 4000. Ammo lekin bu g'ishtdan bosmaymiz. Qanaqa g'ishtdan bosasiz? O, o'sha tagiga bosadigan Addini g'isht bor. G'isht bor, shundan bosamiz. Endi bu haligi bunda sal nima deydi, yomonlashmas. Shu baribir suv tiysa mana bunga o'xshab mana sho'rlaydimi? Yo, mana bunga o'xshab tosh otyapti mana. Mana shunga o'xshab tosh otyapti. Ertaga mol siyganda tagidan tars otadigan. Yorilishi mumkin. Yorilishi mumkin. To'g'ri. Sal tozaroq, qimmatroq. Sifatli qo'yganda sifatli bo'lishi kerak. Shunda, chunki butun umr turadigan joyda bu yer. Ha, yo'q, xudo xolasa butun umr turadigan narsada bu. Xo'p, xudo xolasa 48 ming g'isht ketibdi, usta aka. Endi u yog'i ham pastda obzor qilib bir xil razmerlari aytib o'tgandek, faqat farq qiladigan tomoni portichkasi bor. Lekin kak bo'lish uchun u yoqqa ham 5 tadan demo't qilingan, a? Demo't qo'yilgan 5 Xo'p, tadan. tom qismini nima qilgansiz? Lombos qilganmisiz yo pena qilganmisiz? Shu tom qismiga shunday chiqib ko'rsataylik, pena Bo'ladi. qildik, yangilik. Bir ko'raylik, uni ham obzor qilib ko'rsatib bering. Bo'ldi, usta, ketdik. Nima deydi, nima bo'ladi? O'zlari fikrlarini aytishadi. O'zlari fikrlarini aytishadi, tomga chiqadi. Hozir o'z ustiga ko'pchilik ham mana shu bilsangiz, uylar tomiga ham pena qilyapti. Pena qilyapti. Yaxshi deyapti. Qulay tomoni salqin deyapti. Qani endi mana quydik, endi xudo xolasa ko'ramiz. Sinab ko'ramiz. Sinab ko'ramiz. Qancha kafolat berishyapti? Buni endi 15 yil dedi. 15 yil. 15 yil dedi. 15 yilgacha xudo poshsha biz bormizmi, yo'qmizmi? Xo'p, hurmatli obunachilar, pauza qilib turamiz. Men yerdan xudo xohlasa esdan chiqib olguncha, tepani ham qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa tom qismiga ham chiqib oldik. Xo'p, ustaga endi penani necha sant quyilgan? Endi penani o'rnidan o'sha eng baland joydan 8 olib, eng baland joydan 8 sm olib 15 santimetrgacha quyib berildi. 15 santimetrgacha. 20 degan joylari ham bo'lishi mumkin. 20 bo'lishi mumkin. Lekin eng minimalni 15 men ko'rdim. O'zim quyayotgan ustida bo'ldim. 15 bo'lganlarni ko'rdim. Demak, tonni tekisda bera olmaymiz-ku. To'sin, misol teragidan bo'lgan har xil. Shuni hisobiga 8 olib 15 bo'lgan joylari ham bor. Lekin bir xil summada quyib ketishdi, ha? Bir xil summada quyib berib ketishdi. 8 sant joyga ham o'sha summa, 15 santi. Otasiga rahmat, akalarimiz ham, ustalarimiz ham duo qilib qo'yasizlar. Xo'p, mana penani bilan o'zlaring ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, chiroyli ideal holatda qo'ygan, hech qanaqa cho'kish bo'lmayapti. Men pastda 95 kiloman, hurmatli obunachilar, sakrayapman. Hech qanaqa bir yorilish yoki qanaqadir siltanish bo'lmayapti. Xo'p, penani qo'ldan kelgancha aytdik. Usta, endi hozir siz tepangizda turgan tom turibdi-ku. Tomni balandligi necha qilgansiz mana shu anaqadan? Lombozdan. Tomni tepasini lombozdan pasti torroqdan chiqadigan bo'lsak 230 ustun kesdik. 230. 230. Endi borim 30 sm bo'lsa 2 metr bu yerga endi o'zingiz bilasiz, o'zada qishloqchilik nimada joydan ekonom qilish kerak. Shunday. Tiris bosish kerak, ashak bosish kerak, nima bo'lsa tomga chiqarish kerak. Nima bo'lsa tiqish kerak. Nima bo'lsa tiqish kerak. To'g'ri. Pastda endi ko'rdingiz, joy yo'q. Odam yuradi xolos. Boshqa atabi qolib turgani ham joy qolmayapti. Hammasini tomga olib chiqib tashladi. Hammasini tomga chiqarish. Otangizga rahmat. Hurmatli obunachilar, mana ustagamiz xudo xolasa pastda 2 metr. 2 metrli odam kam hozir bizni qishloqda, to'g'rimi? 2 metrli inson kam, lekin xudo xolasa bo'ylari 2 metrdan akamiz o'zlarini ko'ribsizlar. Pastda yana 60-70 sant tom tepada turibdi. Endi bu yerda mana bu yoqqa bosib qo'yishgan tayyor somon press, beta press yoki qanaqadir boshqa qanaqadir mahsulotlar, mollarga kerakli mahsulotlarni bemalol joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Timboli pana, timboli joy egallamaydi. Pastda faqat mol turadi. Keyin bu joyda kelgan-ketgan mehmonlar turadi. Shu. Xo'p, endi yana aytib o'tishimiz kerak bo'lgan nima qoldi aka? Mana turba nima uchun qilingan o'zi? Bu truba mana turba. Qo'shni tomonda mana telefonlarda selektor qo'shni tomonga suv tushirmasligi uchun o'zimiz ichkariga olib, ichkarida olib ketdik. Ichkaridan pastga tushib ketadi. Pastga tushib ketdi. Shu yerda ham qo'shniga ziyon tegizmasini o'ylayapsiz-da? Endi baribir mana bu tomonga qarab qurilish qilyapti. Hurmatli obunachilar, qo'shni taraf qurilish. Endi baribir qo'shniga haligi hech qanaqa ziyon tegmasligi kerak. Shunday. Zo'r o'ylayapsiz lekin shuni. U taraf lekin ko'cha taraf, ha? Bu taraf ko'cha taraf. Sho'radi teraklar tagiga ariqqa. Ko'cha taraf ariqqa tushaveradi. Bu taraf endi qo'shnilar uchun baribir nima deydi? Ma'qullaydi. Men hijolat qilaman uni. To'g'ri. Bittani ashagim tushsa ham hijolat qilaman. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri o'ylayapsiz. O'zi qo'shniga ziyon tegish bu juda noqulay narsa-da. O'shanda qo'ldan kelgancha ideya qildi. Bu narsani endi xudo xolasa suvlarni quyib chiqarib ko'rdik. Yaxshi bo'ldi. Otangizga rahmat, ustaga qo'lingizni tat ko'rmasin. Hurmatli obunachilar, mana akamiz qo'ldan kelganicha xudo xolasa chiroyli qilganlar. Qo'shni tarafda o'ylagan taraflarga men 5 ketdim. Qo'shniga ziyon tegmasin, hattoki suvni ham tomni ichidan pastki qismiga mana tushirganlarda. U tomoni o'sha teraklar ko'rib turibsizlar. Teraklar tagiga tushiradi. Nabro teraklar ham suvsab turadi. Xo'p, endi bitta narsa qoldi. Ustaga
Xo'p, bu tomni 2 metr qilsiz. Xo'p, tushundim. Hurmatli obunachilar, ko'rsataman. Endi tomni yana ko'targansiz. Pashti 1 metrmi, 1.20 mi mana. Nima uchun ko'tarilgan u? Endi o'rnadim mana ikki tomoniga xudo xolasa mana mol chorva qilish uchun qilindi bu narsa. Chorva qilish uchun. Misol ikki tomoniga misol boquvdan bir 25 tadan 30 tadan 60 ta molni qamadiga. Bundan chiqayotgan hid misol Tez tarqalish uchun. Tez tarqalish uchun. Ha, tushunarli. Mana bu o'rtani bekitdik, salqin bo'lish uchun ham hid tarqalish uchun 1 metr oshroq qilib ko'tarib. Hurmatli obunachilar, gap yo'q sizga. Baribir ochiq tursa managa yomg'ir tushadi, qor tushadi ertaga. Opto bo'ladi. O'shaning uchun shu ideyani ham nima qilib endi. Bu ideya o'zingizdan chiqqan. Bu ideya endi o'zimdan chiqqan. Noldan boshlab chertoj o'zingiz tuzgansiz. O'zim chizib, o'zim qilib, o'zim. Xudo xolasa obunachilar, nomeringizni qo'yib ketamiz ekranlarga. Telefon qilsa, kimdir qo'yxona qilmoqchidir, kimdir molxona, kimdir uy qilmoqchidir. O'zingiz farqi yo'q. O'zingiz xizmatda bo'laverasiz. Qo'ldan kelganicha, masalan, mana qo'limizdan kelib mana shunchalik qildik endi. Shu. Lekin buni aka bu darajaga yetib olish oson emas. Chertojdan tortib mana bunday holatga kelib o'zi ko'tarib, o'zi bitgan hozir. 95% bitgan. O'sha odam o'tiradigan uyda tomini bekitsa bo'ldi. Ish qolmaydi. Xudo xolasa molni olib kelib boylash qoladi bu yerda. Maza qilib boqishaveradi. Xo'p, lekin gap yo'q, mehnatingizga men qoyil qoldim. Xudo xolasa menga ham nasib qilsa kelajakda qurib berasiz. Planlarim bor, rejalarim bor. Obunachilarga maslahat beraman aka, sizni tavsiya qilaman. Xudo xolasa o'zlari telefon qilishib, o'zingiz bilan dogovor qilishib, joyni hajmiga qarab yoki molxonaning katta kichikligiga qarab o'zlari kelishib olishaveradi. Qo'ldan kelganicha misol obunachilarimizdan misol kim bo'lsa ham misol mana shunaqa solaman. Menga shunday chertojini chizib bergan ustani boshqa aytaman desa ham misol borib bilaveradi. Chertojini chizib, misol bega bundaqa tushadi deb obunachilarimizga tavsiya beraverasiz qo'ldan kelganicha. Rahmat aka, otangizga rahmat. Hurmatli obunachilar, ko'rdilaring, xudo xolasa tepa qismida qanaqadir kamchiliklar qolib ketgan bo'lsa, izohlarga yozib ketsalang, biz yana yordam berishga harakat qilamiz. Pashti qolmadi, to'g'rimi? Melchopka detallari qoldi, hurmatli obunachilar. Zarduvol, tunukamni yopish yoki boshqa taraflari, ular melchopka narsalar, uni yosh bola ham biladi-da. Asosiy joylarni aytib ketdilar, xudo xolasa. Endi biz mana shu turar joy nimada tushyapti ekan-ku, obyekt. Shu yerda qo'ldan kelganicha ma'lumot berib o'tsangiz, nima tushyapti etga, oshxonami, yotoqxonami yo mehmonlarni kutib olish zalimi? Bo'lmasa tashaga tushaylik. Ha, hurmatli obunachilar, endi liftdan tushishimizda ozroq kutib turasizlar, parvozlar qilib turamiz. Obunachilar, biz tushdik, lift xizmatlari ham bor, akamizga murojaat qilaverasizlar. Xo'p. Muhrida endi mana tashqaridan boshlab ketaylik. Xo'p, tashqaridan kichkinasidan boshlaylik. Mana xo'p, molxonamiz kirovishda, hurmatli obunachilar, kirovishdan mana molni so'nggi anaqasida joylashgan qismida nimadir tushgan, mana qanaqadir obyekt. Ustoga nima tushgan? Bu yer hojatxona. Hojatxona bu yer. O'zi tayyor qilib qo'yilgan shekilli pashti. Xo'p, hojatxona bunisi. Hammom. Hammomizda dush. Dush. Yonma-yon tushgan zo'r chiqdi lekin. Ikkalasining anaqasi bir-biriga ta'sir qilmaydi. Yo'q, bir-biriga ta'sir qilmaydi. Hidi yoki suvlari. Yo'q, bunaqa umuman misol buniki addenni, buniki addenni. Hozir mana shu tualet bilan dushni necha metrga joyga sig'dirib olgansiz? O'sha og'ildi endini aytdik-ku, ha. 45 45larmi dedingiz? O'shani razmeriga tushgan. Jo tor. Mana buni ommonda hali chalada bu narsa endi bu chala. Buni xudo xolasa endi bo'lini maydan kir mashina turadigan, maydan adden yuvinadigan joy. Menaga ustovash ilib qilinadi. Bu yerdan bekitib, bu yerda adden yuvinadigan joy qilinadi. Mayda mol endi qaragani kelgandami, kimdir kelgandami, misol chiqaradi. Cho'milib chiqaradigan joy. To'g'ri. Mana joyimiz endi xudo xolasa kenglikda nima bu yer? Yem shunaqa turadigan. Bosib qo'yiladi. Skelet qiladigan. Endi hammasini tomga ochib tashlamaydi-da, qanchadir qismi qoladi, molga beriladigan. Mipak, kunjara boqiladigan molga qan joy kerak unga. Joy kerak. Mana shu yerda mo'ljalladik. Chekkiroq joy. Ha, 7 metrga turi 20. 7 metrga hurmatli obunachilar, turi 20. Tomlar ham yopiladi, yomg'irdan hammasidan yopiladi, yomg'ir tushmaydi. Ya'ni bu joy nima endi? Bu joy endi kelavering endi bunday ko'raylik. Hani bismillah, hurmatli obunachilar, mana birinchi xonamizga kirdik. Birinchi xonamizda endi xudo xolasa hozir oshxonaga mo'ljallayapmiz. Oshxonaga. Aha. Oshxona bo'ladi bu yer. Endi hamma narsasiniki o'rnatadi endi o'zi. O'zlar jihozlarini, mebellarni nima qilib o'rnatadi. Biz qurib berdik, deng. Ha, qurib berdik, endi qolgan narsasi endi yashlardaligini qolsin. Ideyasiga bog'liq. Bu yer necha metr qildingiz hozir? Bu yer 330 ga. 330 ga. Turi 20. Turi 20.
vallahi. To'rdan baland lekin. To'rdan baland. Uyda razmeri degan, bashta. To'rdan baland. Hurmatli obunachilar, mana xudo xohlasa suvlarni yoqib ketishgan. Ana kanalizatsiya turbasimi? Kanalizatsiya turbasi. Kanalizatsiya turbasini yoqib ketishgan. Xudo xohlasa elektr akalarimiz o'sha elektr montajlarni ham boshlab yuborishgan. Xudo xohlasa tez kunda faoliyatga tushadi bu yer. Xudo xohlasa. Xo'p, bu yer oshxona bo'ldi, usta aka. Oshxona. Xo'p, Mana koridorchamiz kichkina koridorcha, ha. Bu yer endi Bu yer yotoqxona bu yer. kichkinagina, ixchamgina. Ixchamgina 3ga 3.30 yotoqxona. 3 ga 3.30. Ha. Endi bu yotoqxonadan ana bu yerga o'sha Sanuzel dushcha. Sanuzel dushchaga kiradi. Chiqib ham o'tirilmaydi tashqariga. Endi yashaydigan odam beydan yana u tomonga. U nimanikida endi u misol mol pol endi ertaga beyda ali qiladigan shogird oladigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, beyda yotoqxonadan bayga chiqmaydi-da. Nima? O'zini ichida. O'zini ichida yuvinib deb. Hali oshiniga aralashilmaydi. Ha, bo'ldi. U shogirdlar, o'sha ishchilarki, bu yer o'sha asosiy boshliq. 01largida. Shunaqalar. Mana hurmatli obunachilar, dushli ham juda kichkina emas, tor ham emas, lekin xudo xohlasa hamma montajlar qilib ketilgan bu yerda. Gap yo'q ustaga, qo'lingizda ko'rmasin, lekin zo'r chiqdi. Xudo xohlasa, boya aytgandek, menga ham chiroyli qilib kelajakda 2027 ga rejalashtiryapman. Sharoitlarni qo'llaylik, baribir hech narsa o'z-o'zi bo'lmaydi. Pul topish oson emas. Sharoit qo'yganimizdan keyin xudo xohlasa hammasi asosiyligidan bo'ladi-da. Xo'p, Sekin-sekin. shunday. Hozir bu yer bo'ldi, pastda. Yotoqxona bilan oshxonani tushuntirdik. Endi bu yoq qaysi eshik, bu yoq qaysi eshik? Tushuntirib o'tding-da shuni bizga. Endi bu yerda asosan mana shu uyga. Egalari. Egalari. Ha. Endi bu tomondan endi nima deydi? Klientlar, mashina. Misol mol ko'raman desam, kirib haligi bu tomondan kirgizmaydi, shu tomondan kirib kelib ko'rib. Zo'r o'ylabsiz lekin. Prima kirib kelmaydi, endi noqulay bo'ladi-da. Noqulay bo'ladi. Endi uyda oldida endi baribir nima deydi? Ayol kishi bo'lib qolgan taqdirda deydi. Esingizda. Bemalol kirib, bemalol ko'rsatma orqali chiqib, Kuzatib borilaveradi. Lekin zo'r tushibdi tog'a. Xudo xohlasa bu yoq bo'ldi, hammasi. Tom qismlari ham o'zi tez kunda bitib qolsa kerak. Mana shu oy bitadi, ha? Xudo xohlasa mana shu ustagalar o'zlari anaqa sostav, elektr akalarimiz, elektr shogird ukalarimiz, katta glavniy prorab akamiz o'zlari bu yoqda yana shu sostav. Ko'chaning mehmon shekilli. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana xudo xohlasa ikki tarafda ham qo'ldan kelganicha obzor qilib berdik. Akamiz o'zlari chiroyli qilib yoritib berdilar. Endi obunachilarga xudo xohlasa fikringiz nima deysiz aka? Endi yakunlaymiz videoga. Siz obunachilaringizga endi nima deymiz? Hammasiga nasib qilsin. Nasib qilsin, ha. Bundan yaxshilari nasib qilsin. Avvalo shunday, inshaalloh. Hammani omadini bersin. Shu nima deymiz endi? Rahmat. Hurmatli obunachilar, akalarimizdan chiroyli tiralar, xudo xohlasa sizlar uchun yor bo'lsin. Tepalariga alohida ahamiyat berasizlar. Haqiqatdan men o'zim ishqiboz bo'ldim. Akamiz telefon raqamlarini ekranlarga qoldiramiz. Kimga shunaqa xizmatlari kerak bo'lsa, akamizga aloqasi qilib, sostav o'zlaridan kerak bo'lsa, cho'tki qilib o'zlari aytgandek boya chertojlarni ham tuzib, sizga yoqadigan darajada bitta chertoj emas, 5-6 ta chertoj ko'rsatadilar. O'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Xudo xohlasa akamiz shuni ustida o'zlari chiroyli qilib, sostav bilan. Aka, sizga rahmat ketkazgan vaqtingiz uchun. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha obzor qildik. Lekin haqiqatan meni territoriyamda bunaqasi hozir bitta bo'lyapti. Men birinchi marta ko'rib turibman. Shuning uchun kelib qo'ldan kelgancha obzor qildim. Xudo xohlasa yana qo'ldan kelgancha sizlarga taalluqli yoki chorvador akalarimizga taalluqli narsalarni obzor qilishga harakat qilamiz. Kamchiliklar, xatolar bo'lsa ming bor uzr so'raymiz. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.